Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim sog'omamiz. Yana siz kutgan uchrashuv. Ertaga 29-aprel kuni Moskva vaqti bilan kech soat 20:00 da yana jonli efirda siz bilan diydor ko'rishamiz. Ertangi uchrashuvimizda spikerimiz, qahramonlarimiz bu namanganlik yosh er-xotinlarimiz. Hozirda ikkinchi marta Sadaf kompaniyasi tomonidan ishlarni olib, chiroyli faoliyat ko'rsatib borishyaptilar. Mana shu vaqtgacha qanaqa qiyinchiliklar o'tkazishdi, qanaqa sinovlar bo'ldi boshlaridan, hozirda qanaqa natijalarga erishganlari haqida o'zlari bemalol batafsil gapirib berishadilar. O'tkazib yubormang, chunki bu siz uchun ham albatta qiziq bo'ladi. Bemalol siz savol-javob qilib, savollaringizda, o'zi qiziqtirgan savollaringizni yosh er-xotinlarimizga, qahramonlarimizga berishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, ertaga 20:00 da Telegram kanallarimizga siz bilan uchrashishga tayyor biza, kutib qoling. Telegram kanallarimizda sulkasini videoni tagiga qo'yamiz. Albatta, ertaga siz uchun o'ziz xohlagan yo'lni tanlashingiz uchun yana bir sizga shans bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, o'tkazib yubormang. Siz bilan diydor ko'rishguncha azizlarim, sog' bo'ling.